18 oylik bolamni bog'chadan olib kelish vaqti bo'ldi. Bizda soat уже 4 bo'lyapti. Sovuni bog'chadan olib kelganimdan keyin bog'cha opasi menga bugun Sovu qanday o'yin o'ynagani va qanaqa qiliq qilgani haqida kichkinagina xat yozadi va Sovuni rasmlar bilan birga jo'natishadi. O'sha rasmlar bilan xatni shu videoda sizlarga o'qib, ko'rsatib, tarjima qilib beraman. Ketdik. Ketyapti menga yana posilka jo'natishibdi. Buni ham ichida to'la menimcha kosmetika bo'lsa kerak. Koreyada agar bloger bo'lsangiz, har xil koreyskiy brendlardan siz uyingizga shunaqa tekinga kosmetika jo'natishar ekan. Buni endi kechga raspakovka chek qilib ko'rsatib beraman. Avval kuni Sovuga har xil kiyimlar olib bergandim, lekin qaynonam ko'p kiyim olib beryapsan deb so'kib berdilar. Eski kiyimlarini ko'pi dog' bo'lib ketgan, ularni kiydirib bog'chaga jo'natmoqchi emasman deb aytsam, nima qilibdi, hali yosh bola-ku deb so'kib berdilar. Endi Pak Sovuni bog'cha opasi menga jo'natgan xatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Xatni rasmini shu yerda qoldiraman. Koreys tilini biladigan insonlar bemalol o'qib tarjima qilsangiz bo'ladi. 안녕하세요. assalomu alaykum. 오늘은 내 몸에도 이름이 있어요라는 주제로 언어 활동을 해보았습니다. Bugun meni tana a'zolarimni ham nomlari bor degan mavzuda so'z o'yinlarini qilib ko'rdik. 서우와 함께 그림을 보며 내 몸에 어떤 이름이 있는지 알아보았어요. 서우 bilan birgalikda rasmga qarab, mening tanamda qanday ismlar borligini o'rgandik. 가정에서도 거울을 보며 얼굴을 만질 때 눈, 코, 입 하고 천천히 반복해 주세요. uyda ham oynaga qarab yuzini ushlaganda ko'z, burun, ip deb sekin-sekin o'rgatinglar. 몸의 각 부분에 이름이 있다는 것을 자연스럽게 익히며 언어 표현력도 함께 자라날 수 있답니다 deb yozib olibdilar. Ana a'zolarimizni ham ismlari borligini o'rganib, so'z lug'ati ham ko'proq oshishi mumkin. 마이크를 들고 내가 좋아하는 동료를 불러보기도 하였어요. mikrofonni ushlab o'zi yaxshi ko'rgan qo'shiqni ham kuylab berdi. Rostdan ham Sovu qo'shiq aytishni yaxshi ko'radi. 꼼새 말이 동료가 흐르자 자연스럽게 멜로디에 몸을 흔들어 보이네요. Uchta ayiqcha haqida qo'shiq chiqqanda qo'shiqqa moslab o'zini tanasini ham qimirlatdi. 오전 간식 양파 스프, 점심 소고기 덮밥, 콩나물국 맛있게 먹었어요. ertalab piyozli kasha. Piyozli kasha ham bo'lar ekan. Obedga esa mol go'shtli guruch bilan mosh novdali sho'rvani maza qilib yedi. 고기와 나물을 입에 물고 오랫동안 먹었어요. go'sht bilan barglarni og'ziga solib uzoq chaynab yedi. 오래 걸렸지만 남기지 않고 다 먹었답니다. uzoq vaqt ketgan bo'lsa ham hammasini qoldirmasdan yeb qo'ydi. Shunaqa qilib Koreya bog'chalarida bolangiz qanday ovqatlar yegani va qanday o'yinlar o'ynagani va qanday qiliqlar qilganigacha bog'cha opasi xat qilib yozib yuboradi va albatta ko'rganingizdek rasmlar ham jo'natib, ba'zida videolar ham jo'natishadi. Siz yashayotgan joyda bog'chalar qandayligini kommentariyada yozib qoldiring va Koreyani bog'cha sistemasiga 1 dan 10 gacha ball qoldirib keting.